Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İslam'a biz programımızdan 140. sanını görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli görürmenlerimiz, hemmeğe məlum boğandek, her haftada, yıllardan buyan bu programda xilma-xil mavzularda her bir Müslümanın çokum Kur'an ve sünnet nuru astıda düşünüşü gerek boğan temalarını ayrım mavzu şekilde huzuruna sunup kelavatımız. Her programda Rabbimden bu mezmunlarını doğru şekilde düşünüp hayatımızda, ameli hayatımızda yaşayıp şununla amel kılıp dünya ahiretinin baxt saadetine erişiş tilikimizni, duarımızını tilep başlavatımız. Rabbim sözlengen mezmunlardan tegişlik nisibisini ağalardan kılsın deyimiz. Hemmeğe məlum boğandek programımızın daimlik mekimini Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, şundaqla Dünya Müslüman Adamlar Birliği'nin azası hürmetlik Ustaz Abdurrahman Cemal Kaşgari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktimizi çıkarıp kadem teşerik belgeli için köptün rahmet ederiz. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarıqlı vatıda. Ekran aldı çıkıp durvatkan numarımız şundaqla ictimai fücur vasıtırdaki alaqı vasıtlarımız arkalık. Programımızga alaqadar har qanday fikir teklif bolsa berişinglarni suallaringlar bolsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi temamiz e'lonimizda bo'lgandek er ayollar orasidagi muomala mahorati deb bu temani qo'ydik. Albatta intayin hayotimizdagi yani Müslümanın hayotidagi bir Müslüman cemiyeti albatta aileden başlap bir aile bir küçük devlet aslında her bir aile tüzelgende o aile baxt saadetke kömgen vaqtida haqiqiy bir-birisinin haq huquqini joyida ado qiladigan vaqtida o ailede cho'ng bo'lgan farzandlarmi shunga ko'ra bo'ladigan gap buni albatta nurg'un xilma-xil temalarda to'xtalib kelyotdi. Mayli jamiyatshunaslik nuqtasidan bo'lsin. Har qanday bir jamiyatda ailening qanchalik muhim ekanligi her birimizge ayan mesele. Bu mesele albatta İslami noktadan bulup er ayollar o'rtasidagi münasebet bu noktadan tushuncha berishmi muhim bir tema deb qaraymiz. Shundaqla ustozimiz shu bir qancha haftadan buyon ijtimoiy fikr vosita o'zininki ijtimoiy fikr vositalarida mushu mazmunga oid narsalarni ham bahrlab qilayotganlik uchun payti kelgan bo'lsa kerak deb qaradik. Shuning uchun bugun bu temani bir suhbatlashaylik deb o'ltiribmiz. Bir vasıta programımız kirib ketsek aldı bilen ayollar erlerge qandaq muamele qilish kerak deb shu savoldan başlaylı. Bazı hanımlarım yana şu ayollarning mas'uliyatini aldı bilen asli temsil asli erler deb deyishi mumkin lekin biz qoidani buzmay her zaman so'rovlardan davomli qaldı hanımlar efendiler deb başlaymiz ham. Albatta erlarnikini so'raymiz. Şu ayollarniki erlerge qandaq muamele qilish kerakligi. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Bu er ayollik hayatdagi bir maharet, yak sanat o'zi oddiy lekin muhim bir maharet. Xo'sh. Ta to'y qilgandan tortib umrining oxirigacha, balki undan keyin buning ta'siri yo'qolmaydigan. Agar bu joyida bo'lmay qolib qolsa, yoki bu maharatga ega bo'lmay qolib qolsa, er ayollik hayoti chak ketadigan, buzilib ketadigan xatarlik bir nuqta. Shunga buningga meyli yaşlar olsun, meyli çoğunlar olup kalsın, bu maharetini yoki bu noktalarını his qilib yetishi intayin muhim. Elbette qaraydigan bo'lsak, ko'plagan ayollar, hammasi emas, ko'plagan ayollar erlarning qimmatini keyin his qilib yetadi. Hayot vaqtida yoki dastlabki bosqichlarda his qilmay, keyin erdan ayrilib qolgan, yoki eri kasal bo'lgan, yoki eri boshqa yoki bir ketgan bunday bir paytlarda o'zining ahvoli qarta, bolalarning tarbiyasi qarta shu vaqtida his qilib yetadi. Kishi qaraydigan bo'lsak, kishi qo'li keltirgan barliq imkoniyatlarni, barliq narsalarni ota-onasi uchun, ayoli uchun, bolalar uchun, hamshiralar, qarindoshlari uchun pido qiladi. Kishi salomatligini, yoshligini ayoli uchun, oila uchun, bolalar uchun qurbon qiladi. Xo'sh. Kishi ayolini, kishi ailesininki turmuşunu qandash ve balchaqillarninki kelgusini yaramlı holatda qurib chiqish uchun kech kunduz xizmat qilib badal to'laydi.
kishi kecha kunduz to'xtab qolmay oila uchun badal to'laydi. Bu hammalarga aniq bir masala. Bu kishi onasining so'zini anglasa itoat nuqtasidan bosh egadi. Uni qilpa, buni qilpa desa, yaxshilik qilish yo'lsidan bosh egadi. Ayolning so'zini anglasa, sevgi, muhabbat, inoqlik, ittifoqlik nuqtasidan uning sergush qilib, uning so'zini itoat qiladi. Bu bichara kishi. Onasiga itoat qildi, ayoliga itoat qildi. Hamshirlisa, uningki kuyimchanligi, hissashligi, mehribonlik qarta, uningga itoat qildi. Bu kishi bir yak chiqib qolib qolsa, balchaqlarni cho'glatgili, chiqib qolib qolsa, o'zining ko'nglini echishdan bekrak, yoki o'zini rohatlantirishdan bekrak, balchaqlarning rohatini ayolining ko'nglini olishga intiladi. Buni ko'pincha odamlar bilamizmi? Bu kishi balchaqlarning o'zidanmi ilg'or, o'zidanmi yaramliq odam bo'lishini umid qildi. Faqat buni ota-ona umid qiladi, boshqalar emas. Xo'sh. Ana qaraydigan bo'lsak, balani 9 oy qo'saq ko'tarib, japa tatib cho'ng qilgan bo'lsa, ma'lum mezgilgacha, ta qo'saq shakllangan tatib yoki tug'ilgandan keyin umrining oxirigacha u balani butun qalbi bilan, butun vujudidan, butun fikri bilan ko'tarib mangdi. U balaning ahvoli, u balaning sharoiti qanday bosib ekanligini ota-ona kech kunduz nega ketdi, natda g'amlari bilan umr bo'yi ko'tarib mangdi. Xo'sh. Dadı yaxshi bo'lib qolsa, oilaning dunyosi yaxshi bo'ladi. Dadı salomat bo'lsa, oila salomat bo'ladi. Shunga deymizki, xonimlarga, ayollarga hayotingdagi erlarning qimmatini bilinglar. Ularning sizlarni baxtli qilish, sizlarni xursand qilish, sizlarningki turmushinglarni qanday qanchalik jafo tortganligini sizlar bilib ketmaysizlar. Bilsimi qisman biladi. Xo'sh. Yana xonimlardan erlar ishinglar ursin deymiz. Çünkü bu dünyadan ketib bo'lgan vaqtda uning o'rnini to'ldirib bo'lmaysiz. Ya'ni erlarning salomatligini asrash, erlarning ochchig'ini keltirmaslik, parishon qilmaslik, yo'lsiz talablarni qilmaslik, isrof qilmaslik degan bu nuqtalarda erlarga ishinglar ursin deymiz. Xo'sh. Erning ish qilib qolib qolsa yoki turmushning besimlaridan bir g'am holat kelib qolgan bo'lsa, tasalli bering. Bular bugun chet el hayotida yoki Istanbulga o'xshash bir dunyoda yashayotgan bir oilaga nisbatan kishiningki to'laydigan badali kundan kunga og'irlashmoqda. Buni ayollar his qilish lozim, buni hamkorlashish lozim. Shunga bu ayollar yo'ldoshlariga yoki erlarga siyliq muomala qilish, chiroyli gap qilish, uy kirgan vaqtida sirtning hodiqini chiqarish lozim tabassum bilan. Uy kirgan vaqt telefon qarab o'tdasa yoki o'rnidan midilmay o'tdasa, bu aninki taqimi achchig'ining kelishiga yoki bo'lmasa hodiqning ustiga hodiqninki g'amning ustiga g'amning kelishiga sabab bo'ladi. Xo'sh. Bu kunlarda yuqorida deganimizdek bu oilani qandash masalasi, ayollarning talablarini hal qilish uchun badal to'lab kuchash masalasi va oilaning turmushini osonlashtirish masalasi uchun badal intayin og'ir darajada to'lanmoqda. Erning bilan bukuvatgidek darajada badallar to'lanmoqda ba'zi kishilarga nisbatan. Shunga bu xonimlar deydiganimiz moda qo'g'dashmanglar. Eng oxirgi model degan bilan isrofxo'rlik qilmanglar. Ko'z qilish uchun kiyim-kechak qo'lishdan bu ishlarni qilmanglar. Bu o'zimizning muhojir ekanligi. Buni unutib qolmaslik. Bu aqida qarta, vatan qarta, millat qarta bir mas'uliyatning borligini unutib qolmaslik lozim. Agar yo'ldishimizdanki, ya'ni yo'ldishining shu ayolning ahvol yaxshi bo'lgan bo'lsa, moda qo'g'lashib yurmay, tavsiyamiz ayollarga bugungi kunlikda choy qo'g'lashib yurmay, oyma-oy, hafta-hafta bir hurlik sandiq qurish lozim. Buni keyin bir to'xtalamiz. Tabiiy holatda ba'zi oilalarda xayriyat uchun, sadaqa deganga o'xshash kichik bolalarni chaynaktirish uchun sandiqlar bo'ladi. Ammo iqtisodiy yaxshi bo'lgan oilalarda bo'lapmi ayollarga nisbatan hurlik sandiqi, mustaqillik sandiq qurish lozim. Masalan, oyda bir qatim oldigan kiyimning pulini sandiqda tashlash, vatan uchun ishlatish uchun. Oyda bir qatim choy o'ynab, kezib, cho'glab yurganning pulini sandiqda tashlash. Bu 5-10 yilning ichida bir bolaning maktab pulini to'lashga yoki bir yordam berishga obdan rol o'ynab imkoniyati va oilaning har birisi bu qadam bosish lozim. Biz qanday bosqich yashayapmiz, nima holat yashayapmiz, vatan qanday holatda buni o'ylab ish qilish lozim. So'ng modelni qo'g'lasak, isrofxo'rlik qilsak, ko'z qilish uchun kiyim-kechakni keyin yurib qolib qolsak, birinchi bo'lib Allohning oldida hisob berib, ikkinchi bo'lib mas'uliyat nuqtasidan chiqolmaymiz. Navoda bu oilaningki
ahvoli qiyinchilikda bo'lib qolsa yoki turmush normal bo'lib qolsa talabni jiqqinmaslik lozim. Uni appamidi, buni qilpamidi, paloni uni appiribdi, buni appamidi deb turmushni selishtirgan bu ishni ayollar qilmaslik lozim. Erninki g'amning ustiga taqilgan g'amni yavdurmaslik lozim. Shuning bilan birlikda erin boshqalarga selishtirmaslik lozim, tuvan ko'rmaslik lozim. Andaki mamanda Allohning bagini qanoat qilish lozim. Sabab qilish lozim turmushni yaxshilash uchun, harakat qilish lozim, er bo'lsin, ayol bo'lib qolsin. Ammo boshqalar selishtirib tuvan ko'rgan bu ishni qilib qolsa, oiladan chak ketadi. Yana xonimlar deydiganimiz, erlarning mijozi ba'zi vaqtlarda yaxshi bo'lmagan bo'lsa, yoki ayollar va'da qilgan narsani epranmagan bo'lsa, masalan, yilning 5ida bir uzuk epray dedi, yoki 5 yildan keyin bir telefon epray dedi, yoki kim epranmagan bo'lib qolsa, sharoit tufaylidan bu g'amni ustiga ham qo'yib beshni og'ritmaslik lozim. Bu sharoit davomli o'nkanmaydi. Ba'zi vaqtida so'lkil. Ham biz bugungi vatanimizni yo'qotgan bir millat. Kimligimizni yo'qotish oldida turgan bir millat. Shundoq turib bu yerda ba'zi bir ahvollar sharoit tufaylidan darhol ijro qilib bermadi deb, bu yerda beshamlik qilib, sakrab qopib, bu oilani buzib qo'yib qolsa, Allohning oldida hisob tortildi, ham bu yerda gunohim shuklandi. Millatning oldidami bu mas'uliyat, oilani buzish iborat bu mas'uliyat. Chunki bu oila buzilgandan keyin bolalar kerakdan chiqadi, yo'ldan chiqadi, uni tarbiyalashdan mahrum qolib qoldi. Bu ayol bu yerda gunohkor. Shunga bu yerda boy imkoniyat qarta qadam bosish lozim. Demak, biz xulosalasak, ayollarga, xonimlarga deydiganimiz, Eronlar ayol yo'lchilarni qashinglarni barchaqda buni g'animat bilan oladi. Buni ba'zilar qarasa normal qaraydi. Nima deganki, bu er odam degan g'animat bilmaydi ish qildi. Masalan, vatan kirgib ayol qilib qolgan ayollarni misol qilaylik. Er shiyit bo'lib ketgan ayollarni misol qilaylik. Shular bilan selishtirsa, yoki shularni o'ylab bas, qanday tuyg'uda bo'ldigan dedi, his qilib qolsa, erning qimmatini shu vaqtida to'nab yetadi. Erning barliq ovozi huzurlash lozim. Bir oilada kishining yoki dadining ovozi bo'lib qolsa, bu eng cho'ng ne'mat. Ona boshqaranmagan bolalarni dadining bir ovozi boshqara oladi. Buni ayollar his qiladi. Shunga erga siyliq muomala qilinglar deymiz, yaxshi muomala qilinglar deymiz. Er kishi gunoh ish qilib buyurmasa, zulm xarakterli ish qilib buyurmasa, er kishiga itoat qilinglar deb oxir gapimizni to'kdimiz. Bunga payg'ambar alayhisalom bir hadis misol kelsak, payg'ambar alayhisalom eng go'zal ayolni sifatladi. Eng ilg'or ayol, eng no'chi ayol, qadrlash tegishli ayol, umid qilish tegishli ayol kimsa, al-mar'as salih. Eng isil ayol, eng go'zal ayol. Eri qarsa xursand qiladi. Bu intaymi. To'nqapoq, davomliq nim qilib turadigan, jidal qilib turadigan, beshini og'irtadigan, qurogam topadigan, g'ayvat qiladigan degan o'sha bunday emas. Er qarsilan tabassum qilgan. Ya'ni oila hayoti, ayollik hayoti musqapoqlik ustida emas, kulish, kulimsirash, bir-birini xursand qilish, bir-birisidan hadiqon chiqarish, bir-birisiga tasalli berish, bir-birisi ko'yinish, rahim qilish, selim bu asos qurildi dedi. Hadisni ko'rsatamiz. Qarsilan dedi. Talada qattiq ishlab herib kelgan chaqda emas, qarsilan dedi. Uyda bo'lgan vaqt olsun, boshqa vaqt qolsin. Ayolning qilgan ishi erning hadiqoni chiqarish dedi. Bu bunday qilgan vaqtida ayol kishi o'zim xursand bo'ldi, kulgan vaqtda tabassum qilgan vaqtida eriga erning hadiq chiqdi. Bu vaqtida ayolning kayfiyati nojoyida bo'ldi kulgan vaqtda tabassum qilgancha. Ayolning kayfiyati joyida bo'lgan vaqtida erning kayfiyati joyida bo'ldi. Bolaning kayfiyati joyida bo'ldi. Agar ayolning kayfiyati joyida bo'lmay, saklashib qolgan, urishib qolgan, jidalashib qolgan vaqt bo'lsa, tamoqni aytib bilmaslik mumkin. Qochquchilar tug'an yer turishi mumkin, uy qaraymagan bo'lishi mumkin. U vaqtda ayoq qarsimi, muzdek cho'pdi bu uy, balchaga qarsimi, rahatsizlik bo'ldi. Demak, bu yerda ayollar oilningki kayfiyatini tanishadigan eng muhim, atirdan muhim rol o'ynaydi. Tabassum bilan, kulish bilan. O'zini o'xshaydi, erini o'xshaydi, bolalarni o'xshaydi, oilaning muhitini atirga, gullikka aylantira oladi. Bu hadisning taqozosi. Ikkinchi birisi, kishi buyruq qilish itoat qil. To'g'ri ish qilib bersa, xato ish bo'lib qolsa, yo'q. Dinimiz kaskin hukm bor. Gunoh xarakter ish buyurmasa, to'g'ri ish bo'lsa, ayol kishiga ziyon kelmaydigan bo'lib qolsa, bosh ustiga. Hukm dinimizni ko'rsat. Ya'ni u deganlik, kishi nima desalam, faqat ixtiyorlik deganlikni ko'rsatmaydi. Dinimiz ko'rsatgan buyruq xarakterli bo'lib qolsa, namoz o'qi, ro'za tut, bola maktab bo'lsin, Qur'on o'qisin, topshiriqni ishlasin degan uchun muhim ish u bosh ustiga ishlar. Nas dalil kelgan narsa. Ammo undan bosh turmushlik ishlar
Hammamiz buyruq qilmaydi. Ya'ni buni eskartimiz. Ya'ni bugun poloyagis kelib qoldi. Ayol benim sebepten lag'man etdi. Yoki suiqash etdi. Buning jidal chiqasi bo'lmaydi. Buning o'xshash parchan-parcha ishlar bilan. Ya mayadagi xalqiliq masalalarda oilaniki bir mudir bo'lish ustidan akshi bu yerda ayol kishi to'g'rilan bo'lib qolsa, gunohga, zulmga sabab bo'lmay qolib qolsa, o'zgan kelmasa, uning itoat bo'lmasa bu oilaniki baxt kaltin bo'lmaydi. Yana bir sifat bu eng go'zalni iza g'aba anha habizatu. Er yo'q bo'lib qolsa, qaysi bir sababdan ketib qoldi, turmushga kirib ketdi, vaqtim ishga ketdi, o'zini ayaydi. Sharmi hayasini qo'g'daydi. Erning mol-mulkini qo'g'daydi. Erning izzat sharafini qo'g'daydi. Erning hurmatini qo'g'daydi. Mana mush uch xil sifatga ega bo'lgan ayol eng asl ayol. Eng go'zal ayol. Mushu yuqorqi o'tirib qo'ygan bir qism qoidalarga yoki bir qism fikrlarga deydi. Buningga rioya qilgan, ko'ngil bo'lgan ayollar oilani turmushningki qiyinchilikqa bir tarafga qo'yib turgan vaqtimizda oilani ko'ngillik bir holatga keladi. Ailni o'zini rahat topadigan, kishiga rahat bo'lgan ekan. Agar bundan rioya qilmay qolib qolsa, bu oila o'tsiz jahannamga aylandi. Ko'ydamaydi, lekin jahannamga aylandi. Bu ayollar hayotidagi qisqacha ayollarga tashabbus qilingan bir qism fikrlar iborat. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Yana shu mazmunda bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuqorida siz so'zlab o'tgan narsamiz bir ayol kishi agarda 5 vaqt namozni o'qisa, eri itoat qilsa degandek deb eng oxirida agar mushlarni qilsa, qaysi jannatning eshigidan xolisa, shuningdek kiradi deb Peygamber sallallahu bir bishorat bergan. Hamda albatta erlarimiz qo'shib ketgan bo'lishi mumkin. Buni anglashlar chuqur. Maşallah hakkımız köpken efendim. Erler ayollara qanday muomala qilish kerak? Bu mu en mühim köp sorularda, nikah sorularda, to'y to'kinlarda to'xtalgan temaning ko'pinchisi. Xo'sh. Ayollarninki huquq, majburiyatlar ko'p to'xtaldi. Erlarninki azroq to'xtalib qoladi. Biz bugun ikkisini tangpunglashtirgan ishkilisini o'rtaga qo'yamiz. Ham erlar qanday muomala qilish lozim? Oilaniki muhitini saqlash, go'zallikni asrash, bir baxtli, xursandlik bir holatga kelish uchun qanday bo'lish lozim? Ayolga burmuş sifatlarni, burmuş majburiyatlarni otgan. Akishni ish qildi. Bagdak o'tiriblar, xalqini qilib o'tiramdi. Buni ham qarab boqay. Ayol kishi qarsak, ona bo'ldi, yoki ayol bo'ldi, yoki qiz bo'ldi, yoki hamshira bo'ldi. Xo'sh. Ona bo'lib qolsa beshimizning ustiga o'zi. Onaga yaxshilik qilmay, onaga itoat qilmay, onning so'zini anglamay jannatga kirgin olmaydi. Ayol bo'lib qolsa, ayolga vaqtimizda biz Allohga ahd berib, qasam berib turib, ayolning huquqini qo'g'dayman, zulm qilmayman, xo'rlamayman, bakadim-baka dashnan berib yig'latmayman deb imzoni qo'yib oldim degan gap bilan Allohning oldida imzo qo'yamiz. Xo'sh. Biz ayolning o gapini demidik, taqdim degancha nima degan gapini buni bilish lozim. Qiz bo'lib qolsa, o beshimizdan tojisi, hamshirimiz bo'lib qolsa, bu mehribonlik, qarindoshlikni buni hamshirlarlari, ojisanlar borligini yetadigan biz. O kirib bugun ayol haqida to'xtalamiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ayollarga yaxshi muomala qilish, ayollarni asrash, ayollar ko'nish haqida bir qanchalar tavsiyalarni o'tirib qo'ygan. Bu tavsiyalarning bir qismi Hajjatul Vidoda o'tirib qo'ygan. Eng oxirgi inson huquqi jakalangan bayonot o'tirib qo'yilgan tavsiyalar. Masalan, ittaqulloh fin nisa. Ayollar masalasida Allohdan qo'rqinglar. Men degan kishi xalqimni qilib deb unda deyolmayslar. Ayollarning o'taydigan majburiyati va ayollar sifati bilan oladigan huquqi bor. Ayollarning huquqi daxl tarz yetkazishdan, zulm qilishdan, yig'latishdan, xo'rlashdan, urishdan, haqoratlashdan, kamsitishdan bu ishdan sizlar Allohdan qo'rqinglar, hisobini berisizlar deydi. Akishda bu qildigan ish yo'q. Faqat sizlar oiladan iborat bir oilaning mudiri, lekin malikasi ayadi. Huquqninki hali ko'p qismi ayadi. Oilaga tabiiy ishlar. Sirtning ishlari ayrim bir masala, oilaning ko'pincha ishini kim bir taraf qilib ko'pincha urf odatda olsun yoki normal taqozoda bo'lib qolsin, ayol bijra qilib. Agar degan ishlaydigan bo'lsa, degan chiqsa kashf paydo bo'ladi. Buni keyin to'xtalamiz. Allohning qo'rqing deydi. Ayollarga alayda yaxshilik qil deb topilgan. Istawsu bin nisa khayra deydi. Bu vasiyatim topilganim ayollarga bak diqqat qilinglar. Asroni bo'linadi. Buni himoya qilinglar deydi. Yana Peygamber sallallohu alayhi vasallam ittaqulloh fin nisa deydi. Akhaztumuna bi amanatlar deydi. Ayollardan qo'rqinglar, Alloh va'da berib oldingiz.
Nikah qilgan vaqtida Qur'onning ko'rsatmasi bo'yicha yashaymiz. Payg'ambar alayhisolamning sunnatiga amal qilib yashaymiz. Ayolga qilcha zulm qilmaymiz. Ko'zimizningki nurga o'xshash aynoq asraymiz. Buni ochimizning o'rnida, onamizning o'rnida hurmatlaymiz deb imzoni qo'yib oldinglar. Mani diqqat qilinglar dedi. Yani boshqa bir hadisni askarsak yomonchi 10 nechilgan hadislar var. Bu hadislarning hammasi qarasa ko'pincha hadislar ayollar to'g'risida kelgan. Ayollarningki ma'naviy huquqini moddiy huquqdan bekirak ma'naviy huquqini qattiq ta'kidlaydi. Ya'ni moddiy huquq deganimiz nafaqa masalasi. Yapishilgan narsa, kiyim-kechak o'xshash turag'cha. Bu zada avtomatik hammadan bildigan bir narsa. Hadisning ko'pinchasi bu gap yo'q. Mau asan ko'pincha adam deydi. Bir yapıştırgan narsani tayyorlab berish, kiyim-kechakni kuchli imkoniyatdan yetishib berish, turalg'u joyini yo kira bilan yo uy bilan. Ammo uningda muhim bo'lgan bir narsa bor, ma'naviy huquq. Ko'ngil masalasi. Ko'ngilni yarqinmaslik masalasi, ko'ngilni xush qilish masalasi, tuyg'usiga rioya qilish masalasi. Oyatlarning, hadislarning ko'pincha qarasa, mush nuqtaga markazlashtiryapti. Shu payg'ambar alayhisalom bu nuqtani eskartib, eng yaxshilarni kim deymiz kishilarning ichida oylik qartda ayollar yaxshilik qilgan. Ayolni bo'z ketadigan, zulm qiladigan, uradigan, undaq emas, ayolni yaxshilik qilib, ayolni kulimsirtalaydigan, xursand qilalaydigan bu kishi eng yaxshi kishi deb buningga bayroqni chiqadi. Herkes bu ayoli bilan yaxshi o'tgan, chiroyli o'tgan, uning ko'nglini olgan, maslashib chiqib yashagani saymoqim bo'lmaydi. Payg'ambarimiz xayrukum dedi, eng yaxshi odam dedi. O'ydan hamkorlashganlar o saymoqim kirib qolmaydi. Buni erlar bilish lozim. Xo'sh, endi gibimiz kelsak, erlarga deydiganimiz bu erlik degan sifat yoki erkaklik degan bu sifat herkesmi bu ayollarni yig'iltishni ko'rsatmaydi. Yoki ayollarni xarlash ko'rsatmaydi. Ya'ni erlar ayolni yig'iltish erlik sifatiga mos kelmaydi. Sen bir kishi bu ayol kishi. Ayol kishining xarakteri har tarafdan ojiz. Ya'ni jismoniy jihatdan ojiz. Oilada men erning yetaklish, boshqarish bo'yicha yaşashga hozir degan imzo bilan kirdi. Yani sizning yordamchingiz sifatida hadis degandek avam yordamchingiz sifatida kirdi. Kishi jismoniy jihatdan ayol kishidan ko'pincha holatda kuchli keldi. Demak bu erlik degan ayolni yig'iltish emas bu. Erlik sifatida yarashmaydi. Ayolga yolg'on so'zlash, aldamchilik qilish, vafosizlik qilish, xo'rlash bu erlik sifatida yarashmaydi. Bu erlik degan ayolga nima deb va'da bergan bo'lsa, nikoh qilgan vaqtida vafo qilishni, samim bo'lishni ko'rsatdi. Ammo afsuski o'sha nima deb va'da berganligini bu nikoh so'rinda Allohning oldida nima deb ahd bergan, imzo qo'yganligini ko'pincha qarindoshimiz buni his qilmaydi. Bu vafodorlik, samimiyat, ko'yinish, qadrlash, hurmatlash bu erlikning taqozosi. Erlik herkesin ayoldan zo'ngir bo'lish deganlik emas. Mangdamda urdigan gap qilib qo'ychilar vaqirab ayolning psixikasini buzadigan emas, erlik ayolninki erkiki bo'l, himoya qiladigan, qo'g'daydigan, asraydigan, lekin zo'mgarlik emas. Bu eng xato ishning birisi. Bu erlik ayolni qo'g'dash, o'zidan bakrak asrashdir. Xo'sh. Bu nikohniki taqozolarning jumlasidan. Shunga deymizki, erlarga siz ayolga jon bo'lsangiz, ayol sizga hayotlik berdi. Yani ayolni qo'g'dayolsangiz, ayol sizga hayotlik berdi. Bo'lmasa hayotingiz xotirjam holatda o'tmaydi. Siz ayolga bir omonlik berasiz, zulm qilmay, bo'zaq qilmay, urmay, tepmay, haqoratlamay, kamsitmay, omonlik xotirjam berasiz, ayol sizga yayraydigan vatanga aylandi. Ammo ko'pinchalar diga yerim boshqarim deydi, bu ayoldan jidal qurmaydi, erning beshini saqlamaydi, xotinning beshini saqlamaydi, bolaning psixikasi buzilib, bu ayoldan chiqqan bolalar ko'pincha boshqa bir holat shakllanadi. Shuna yana deymizki, ayolınız qalbingizni bersangiz o'ziga hamma narsa yo'q. Ya'ni ko'ygan vaqtida, haqiqiy ko'yingan vaqtida, mehribonlik qilgan vaqtida, beshin siylagan vaqtida, bir singil sifatida, bir ayol sifatida beshin siylagan vaqtida hamma narsaga taqdim qildi. Bu ayol kishi nozuklikka o'xshaydi. Bag'dagi dostonlik nozuklik. Qancha parvish qilsa, qancha sug'asa, buning chechaklar, gullar shunchalik ochiladi. Ammo buning parvish qilmasa, ko'ngil bo'lmasa, beshin siylamasa, qurib qoladi. Demek bu ayol kishiga ko'ngil bo'lish, hislashlik qilishdan boshqasi yarashmaydi. Bo'lmasa qo'ribla qoladi, mijoz to'g'nashudi natijada ayol hayoti surkilish, jidal majra, sanpanga tushib qoladi.
Yana kishilarga bir nasihat tutib deymizki, bu ayol kishini xursand qilish uchun jiq bir mablag', jiq bir kuchmi ketmaydi. Davomli qilmish xursand qilish uchun bir oltin uzuk bog'liq emas. Biz yuqori degandik. Oyatninki, hadislarni xulosa qilib aytsak, ma'naviy tarafdan ayollarning ruhini ko'tarish, xursand qilishga markaz. Shuni deymizki, bu ayollarni xursand qilish ko'p chiqim ketmaydi. Tatliq bir so'z, chiroyli bir gap, oddiy bir hadiya, ko'ngilni yasaydigan bir gap. Bu jiq masalani hal qiladi. Ba'zi vaqtlar va imkoniyati qarta o'zining va'da qilgan yoki va'da qilmasimi, o'zining bir erlik sufti bilan ayolni xursand qilishni olib bergan narsa. Har odam o'ziningki imkoniyati bo'yicha, yunfiq zu sa'atin min sa'at. Har odam imkoniyatiga yarashadi. Boy bo'lsa boycha, normal odamimiz normal. Ammo normalda oddiy so'z, tatli so'zlar chiqmasin. Navbat bir kishi xatolashib qolganmiz bir masalada. Takallashdi, gapulashdi deyli. Undagi ish yuz bermagan har kimning o'yida. Men xatolashibman desa darhol uyada masala bo'ldi. Kishi eni xatolashgan turug'liq, men bu xotin kishidan oldida apul so'rasam, mening erligim yarishamdi desa, bu jidal qurmaydi. Xatolik kimda bo'lsa, kishida bo'lsa, kishi apul so'rash lozim ayoldan. Agar ayol kishi eni xatolashgan bo'lsa, u apul so'rash lozim. Bu oila masalasi, ayollik masalasi, bu apul so'rash uning qadr qimmatini tushirib etmaydi. Bu jidal majran bo'lib, ko'chaga chiqib, ikkirangi chiqib qolgan bo'lsa, u ayrim bir dunyo. Lekin o'yning ishida ikkisi o'zaro ba'zi xapulashib, takalashib, biz xatolashgan bo'lsa, aniq bir masalada apul so'rasa darhol joyiga tushadi. Bu ayolning ko'ngli rohat topadi. Bu shunga o'xshaydi bu ish. Ya'ni erlar deydiganimiz, og'ayni birodarlarga qanchalik saxiylik qilgan bo'lsa, ayolga uningni bakrak saxiylik qiladi. Ayollar u saxiylik bakrak motash. Bu shunda bir kishilar borki, do'st og'ayni bo'lib qolsa, to'kadi dasturxonda. Eng nochi oshxonaga boshlab mehmon qiladi. Ammo ayolida oy o'tib ketib qolsa, bir qatim muhtaramroq bir oshxonaga borib mehmon qilmaydi. Bu qanday ish? Ma'qul tamoqqa olib bormisan? Armaldigan yer bo'ladi, ko'ktachilik bo'ladi, bir bog'chi bo'ladi deyli. Bu ayolning bir oyda bir qatim. O'lmadimning nimasi yo'q, imkoniyati yo'q. Yaqin bo'ladi bog'cha, yiroq bo'ladi, cho'ng bo'ladi, kichik bo'ladi. Bu ayolning bu nafas oldirish. Davomli 4 tomdan adab turgan odat bo'lib qolsa, ayolning psixikasi buziladi. Agar mumkin bo'lib qolsa, ayoli bilan balchaqalar bilan hatto bir qatim u ham bu yoqqa bora olsa, o'miz mashina ketmaydi unaqa. Bu vaqtida bolalarnikimi ittifoqligi dada bilan bo'lgan munosabat yaxshilandi, ayolninki ruhi ko'tarildi. Ko'ngil bo'lganlik ifodalandi. Ammo og'ayni bo'lib qolsa, kech kunduz chiqdi, vash dollar xajda ayoli kelgancha tilim chiqmaydi, pixsi qo'yib qolsa, bu haqiqatan bir abgalik bo'ladi. Buningga diqqat qilish lozim. Yana bu jondarchilik san'atida erlarga deydiganimiz, sirtqi qanday yasilib chiqqan bo'lib qolsa, uydim yasilish lozim. Ayollar demagan bo'lsa, uni deyishimiz mumkin, balkim birozdan. Ibn Abbosning bir tafsiri bor. Unda libasullakum va antum libasulahum. Ayolim men qanday yasalgan bo'lsa, men shunday yasalaman deydi. Bu bizda bor ko'ngil. Masalan, chiroyli yasalgan bo'lsa, pokiz kiyingan bo'lsa, tozlikqa diqqat qilgan bo'lsa, uch-buch. Ayol yo'qmi ko'ngil? Oyatning taqozosi o'xshash ekan. Sen buni nima qil, o'msi nima qilsin. Unda bo'lgancha kishnimi bu yasangancha oilaga ko'ngil bo'lish, tozliqlarga diqqat qilish bu masala, bu oilaningki inoqligi, ayollik muomalada bu intayin muhim. Yana erlarga deydiganimiz, bu hadisdagi ko'rsatmalarga asar. Yuqori qilsamiz, dalilga kelsak, dalil bor. Ba'zi masalada u vaqtni mas'ul etganmaymiz. Ayollarni yaxshi ko'radiganligini ifodalab turish bu oilaningki inoqligini oshirdi. Ayollarning psixikasini yaxshilaydi. Ayollarni xotirjamlik ilashtirdi. Ya'ni mesela ayollar hech qanday narsaga tan qilmayman sizni yoki seni masalan. Sizni yaxshi ko'raman deyish ayb ish emas. Payg'ambar alayhisalom degan bo'lsa degan, nechilgan naslar bor. Kimni eng yaxshi ko'rlar desa, Oysha dedi. Unda o'g'alcha ayolim men seni balki yaxshi ko'raman desa, ayol bu yerda gul qaqalar ashilib, xursand bo'lib ketdi. Demak bu jondoshlik taqozosi. Bu gap nima demak, buni desa menga nimam tushib ketdi yoki ayol to'mirim tutib oladi degan bo'lsa, bu tamoman xato bir ish. Oil turmushining taqozosi bir-biriga ko'nish, bir-birining ko'nglini ayash, bir-biriniki qalbiga qanday ochiqish va buni bilish lozim. Bu jondoshlik san'ati. Bu Qur'on qaraydigan bo'lib qolsaqmi, biz balkim keyin to'xtalamiz. Qur'onning oyatlariga hadis qarasak, nurg'un ko'rsatmalar bor bu to'g'risida. Biz o to'g'risida to'xtalmadik, aytib qolsak, bu mush nasl chiqadi. Mana bular bu er ayollik hayotiga jondoshlikniki yoki muomalaniki maharati.
Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Endi shu ayollar bilan muomala qilish mahorati bir qancha qatim to'xtalib o'tdi. Arada shuni biraz ichib. Balkim bir to'liqlim sifatida esilmagan bir nuqta. Ayollarning xarakteri qarasak, ayollar nozik. Bir ish tez ta'sir qiladi. Xo'sh. Endi hissiyotchan ko'pincha. His tuyg'usi qarta qadam bosadi ayollar. Bir qism tadqiqotlarga ko'ra ayollar aqlininki 4 ga bo'lsak, shuning 3ta 3ni, 4ning 3 qismini his tuyg'usiga, hissiyotiga, nazokatiga markazlashtirdi deydi. Ya'ni ko'pincha ayollarning his tuyg'usi, hissiyoti, nazokati, ko'nish, mehribonligi besib oladi. Bundan Payg'ambar alayhisolamninki naqisatu aqlin, ayollarninki aqli kam degan mush hadisiga asosan nimani tushunmasa, ayollar ko'pincha ishlarga his tuyg'usi qarta muomala qiladigan bo'lg'achqa, hissiyoti qarta ish qiladigan bo'lg'achqa, ayollarninki aqli bilan tafakkur qiladigan tarafini bularninki his tuyg'usi yoki hissiyotchanlik besib oldi deganligini uyat tushunamiz. Herkesmi Payg'ambar alayhisolamning u hadisidan ayollarning aqli kam, ziraklik to'van deganini ko'rsatmaydi. Ziraklik jihatda er olsun, ayol bo'lib qolsin, o'xshash. Bu hukm aniq bu. Bu deganlik ayollarninki sezgurligi, inbek sezgur masalaga. Biz diqqat qilmay ba'zi narsaga bilan uni qalbini pach qilib o'tishi mumkin. Xo'sh, xo'sh. Buni eskartimiz qarindoshlarga. Ayollar naintan sezgur, nozik ishlarning tafsilotiga diqqat. Kishilar cho'ng ish bo'lib qolsa, pacham partul kari yo'q. Kishining xarakterida. Ba'zi bir odamlar bor, balkim u bo'lishi mumkin, unday deydi. Kishi cho'ng ishga qartamaydi, pacham par ish qiladi. Ayolchi ishning tafsilotini qo'yib bermaydi. Tafsilotini, nazokatini. Xo'sh. Shunga ayollar nozikligi, hissiyotchanligi, his tuyg'usiga qarta muomala qilganlikdan aqlidan A tarafi kuchli kelib ketadi. Bu oila uchun bir sharaf. Buyoqda qistirib o'tamizki qarindoshlarga kishi ko'pincha ishlarni, mutlaq ko'p sonlik ishlarni aqliga tayanib ish qiladi. Bir qadam oldin olsa, bir qadam keyinga yonadi. Masalan, bir narsa alaman bo'lib qolsa, oilaning cho'tini, iqtisod nimasini so'qib o'tib, bugun mag'iz atog'in olmay turadi degan o'sha keyinga dastaverdi. Aqli bilan ish qildi. Ya'ni biraz soğuk mijoz qildi kishi. Ayol kishi issiq mijoz, qizg'in qildi. Bu oilaniki bir-birisiga moslashda, oilaning kayfiyatini yaxshilashda intayin muhim rol o'ynaydi. Agar ayolninki mijoz kishi o'sha bir az to'ng'roq bo'lgan bo'lsa, yoki harorat darajasida, nazokat to'g'an bo'lgan bo'lsa, bu oilada sampan jangichilar u bilan tugmaydi. Masalan, oddiy misol ayol. Ayollarning mehribonlik cheksiz. Kichik bolasi bu odamlarni misol qilsak, hammamiz tushunadi. Bu bolalarning qaqshashlari, yig'lashlari, xapsalashlarini kechadan tart kunduzgacha bu uni ko'tara oladi. Kishi 4 soat beqishga, bir yoshli, 2 yoshli bola qancha soat chidaydi? Chiday olmaydi. Demak, ayolning mehribonligining cheksizligi, hissiyotining chunqurligi, nazokatining inchigiligi bu oilani issiq tutishga kepillik qiladi. Garchi ba'zi hissiyotlarni aldiroq salliq qilib qolsa-mu, shuna Alloh taolo hissiyotni kuchli, his tuyg'u qarta ish qiladigan, nazokatsiz bo'lgan, biz uchun tiz ta'sirlangan bo'lg'achqa, taloq qilishdan iborat, ya'ni oilani ayiradigan bu huquqni ayol tutqazmagan. Tiz o'zgarib qolgan bo'lg'achqa, sovuqqaroq tarafga akshiga tutqazgan. Bu xususiyatlarni qarab, bu vaqtdan keyin to'xtalamiz. Endi gapimiz qaytsak, Payg'ambarimiz ayollarni nazokat jihatda, inchigilik jihatda shishiga o'xshatgan. Dediki, bu shishiga suzuklikka qaraymiz, nazokatiga, inchigilikka qaraymiz. Buni asramasak, diqqat qilmasak, tizi sunib ketadi, parchalanib ketadi. Bir appamoqchi bo'lib qolsa, bir shishirak narsani obdan asrab, obdan yo'gimisak, obdan qo'g'dimisak sunib ketadi. Ayollar shunga o'xshash deydi. Demak, sizlar umringlar bo'yicha shishiga o'xshash, nozik bo'lgan, inchik bo'lgan, sezgir bo'lgan, his tuyg'u bo'yicha ish qiladigan bir shaxsni hayotingizga qabul qildinglar dedi. Buni asramasanlar, qo'g'dimisanlar, bek diqqat qilmasanlar sunib ketadi dedi. Oilanglar va chaq ketadi dedi. Xo'sh. Bu sunib ketib qolib qolsa, ikkinchi qatam buni asliga aytgansanlarmi, dal joyiga kelmaydi, yana
burungi vaqtlarda chini chatgan o'xshab bir narsa bo'lib qoldi. Agar eslikka bu ko'pincha vaqt sunib tugaydi. Demak, bu yerda oilada kishilar qarta tavsiya qilyaptiki, shisha aynakning o'rnida muomala qilinglar dedi. Sundirib etmanglar dedi. Ko'ngilni yor qilish bilan, qo'pol gaplar bilan, haqoratlar bilan, kamsizlar bilan qalbini sundirib etsanglar, so'yib ketisizdan sil. Chunki sizlar vaqt oilani baland parcha bo'ladi. Bu ko'rsatmani erlar oddan esa tutish lozim. Shuna bu ayollar bilan muomala qilishda buni mayli er bo'lsin, ayol bo'lib qolsin, bu mahoratni to'y qilgan zamondan tatib, balki uningdan burun biroz buni bilish lozim. Qanday muomala qilishni. Chunki ko'pligan yoshlar to'y qilib ish kuchaydi ekanlar, bir-birsin huquqini majburini bilmagachga, bir-birsin ko'ngilni bilmagachga ish kuchaydigan chataq chiqayotgan ishlar dal mushu er ayollik mahoratini bilmaganlikdan kelib chiqmoqda. Shuna bu ayollar nozik, sezgir, inchga qaraydigan bo'lg'achqa, gap so'z qilgancha, ish harakat qilgancha intayin diqqat qilish lozim. Ayollarning qalbi bir qatim so'yib ketib qolsa, bir adan ikkinchi qatim asl kasimi burunga o'xshash undaq ya kelmaydi. Buni balkim bir qatim so'qishib, yana asl kelgan erlar his qiladishi mumkin. Xo'sh. Balkim Alloh taolo asl keltirib etgan mumkin. Ham ayollarning xarakteri qarasa, bu ayollar yuqori deganimizda bak mehribon. Ağandan ko'proq bir narsa taqdim qila oladi. Masalan, kishi ozroq bir narsa bergan bo'lsa, undan ko'proq narsa qaytara oladi ayol kishi. Mehr muhabbat, ko'nish jihatda. U moddiy narsa ko'pincha u ayrim, chunki nafaqa masalasi kishining masalasi bo'lgan bo'lsa, zirikmay mehr beradi. Herib qolmay beradi. Ömür bo'yi bir er bilan yosh o'tgan bo'lsa, zirikmay mehr muhabbat beradi. Balchaqsig'imi aynda, yo'ldishig'imi aynda. Azgın narsalar rozi bo'ldi. Oddiy narsa bilan qanoat topadi. Ko'p sondiq ayollar, ba'zi kichikgina, ba'zi persang do'shmandan ayirib etsa. Ularni shu ma'naviy jihatdan xursand qilish, moddiy jihatdan xursand qilishga intayin mo'yin. Ba'zilar deydiki, "Nimiz kam bu xotindan? Uy va talad qolmadi. Uni chirpadim, go'sht chirpadim, yeydiganimiz tayyor." Bu faqat jismdan tarkib topmagan bu ayol kishi. Bunda degan kishilarga siz faqat jismning haqqini ado qildingiz. Uy topmagan bo'lsa, to'ngab isib qolmas qishib. Yeydigan narsa topmagan, kiyib-kechak faqat jismning haqqini ado. Ammo uningda bir ko'ngil deydigan narsa bor. Uning haqqini nega gapirasiz? Uni qachon ado qilasiz? Demak, bu yerda moddiy tarafini ado qilish bilan birlikda bu ma'naviy tarafini, ko'ngil tarafini ado qilish u haqqini intayin muhim. Agar ko'ngil tarafini joyida qila olsak, moddiy taraf oz bo'lib qolsa, ayol kishi rozi bo'ldi. Xo'sh. Ayollar murakkab muomala muhtoj emas. Ya'ni deymizki, qarindoshlarga, kishilarga bak murakkab muomala muhtoj emas. Tuz muomalaga muhtoj, siyliq muomalaga muhtoj. Ayollar hurmatlashga muhtoj, qadrlashga muhtoj. Ayolning talab qildigan atin nimasi? Birinchi qilib hurmatlash va qadrni bilish talab qiladi. Oyda bir qatim kiyim berish talab qilmaydi. U ikkinchi, uchinchi bosqich. Agar qilib qolsa, birinchi talab qildig'ini, adin talab qildig'ini, mening be hurmatimni qilsa, qadrimni bilsa dedi. Shu o'q do'lab qo'ygan yem-kishmak bilan kiyim-kechak, sanduq kiyim-kechak o'lchmaymiz. Ko'ngliga qancha bersan, mehr beraldik, sevgi beraldik, qancha bersan, yaxshi ko'rganligimizni ifodalaydik. Buni qarash lozim qarindoshlar. Mana bu ayollarningki oilani idora qilish yoki oilani davomlashtirishda taqdim qilayotgan mehri qarta, ya'ni mehr muhabbati qarta, sevgi muhabbati qarta, kuyimchanligi qarta taqdim qilayotgan ish qarta, ularning talabi oddiy bir talab. Meni bir hurmatlaydi. Masalan, ba'zi bir oilalar va arsa chak ketgan. Ayollar ba'zi paranlasak ko'pincha deydi, meni hurmatlamaydi. Men biznes appamsin mayli deydi. Bayramda biznes appamsin mayli, meni hurmatlasa bo'ldi deydi. Mush nas bo'lmaganlikdan ketyapti. U hadisa, o bug'doy qo'naq, un guruch go'shtning masalasi emasmi? Yo'qmi, ko'ngil masalasi, hurmatlash masalasi qarindoshlar. Biz buningga erlar bo'lishimiz bilan, ham xolimlar bo'lishimiz bilan bu oila hayot bu mahoratini bilsak, yuqorqisini albatta bir oilamiz xotirjam holatda, baxtli holatda davomlashadi. O'zimizning qallamiz bu xotirjam bo'ldi, ayolning qallasi bu xotirjam bo'ldi, bolalarning psixikasi buzilmay o'zining ishi joyida mangan bo'ldi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan deb o'tganlardek shu nurg'un jamiyatdagi
ailevi meselelerninki köpüncüsü hem demişim. Hem etrafımda Müslüman anlabildim mesela. Kaygan mesela ölüm alabilirliğim nurgun şu aile sebepten kilovatkan köp anlayayım mı meselemde. Bu cedel macera bu kilişenmezlik diyendek meselelerninki. Bir gün mesela temizli sözlep ötken nurgun meselemişim birbirine ailedeki inak ötmezlik meselesi ya ki hürmet meselesi, ilgisiz buluş meselelerde. Erlerninki oturup koyduğun nasi hem de ayal onu talep kıldı. Birinci mesela bir gün kitabımızın birinci sualda verilgen ayallarının kılışıkta geçtik işlerini ayallar kılmağallığı sebeplik erler şuna olan ben onunla mesela o ayal talep kıvatıdı bir alimden kaşık talep kıldı. O erler mi deydiken ki hem de muşun işlerini bana kılmağaşka ben şuna olan buna ihtiyarsız alette ben muşunga kopal deydiğin ya ki her xil cedel macera çıkıdığın iş şu ailemizde köp 101'de degan cevabını berdikamdi. Bu meseleге mesela qanday bir chiqish yo'li depish mumkin hamdi. Bu yuqorqi biz degan masala qo'ysa, birinchi o'ylab, kishi o'zining majburiyatini bilish lozim. Haqqim ma'vu deyishligini majburiyatin. Kishi o'z bilan qildigan ish ber 2 3 4. Biz keyin to'xtaylik bu. Xotin kishimi, ayol kishimi haqqini talab qilishga o'zining majburiyatini berib, shuni ado qilsa bu yer chatoq chiqmaydi. Bu asosiy nuqtalardan. Xo'sh. Endi bu qo'shimcha nuqtalar qarasak, bu yat 2 kishi bir yerga keldi. Bir uyga kirdi. Qiz ota-onasidan ayrildi. Urug' tuqqanlardan ayrilib, birga yashashga rozi bo'lib keldi. Endi qizning albatta kallasida arzu armonlari bor, o'g'ilning o'zgacha arzu armonlari bor. Cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin. Bu yuqorqi o'zining huquq majburiyatini ado qilgandan sirt bu yo'lchim nimani yaxshi ko'rdi, nimani yaxshi ko'rmaydi, buni bir bilish lozim. Jahondorchilik san'atida. Xo'sh. Buning diqqat qilish lozim. Yaxshi ko'rgan ish bo'lib qolsa, uni qilish, yaxshi ko'rmaydigan ish bo'lib qolsa, garchi u ish mubah, to'g'ri ish bo'lib qolsa-mi, nima sabab bo'lmaslik uchun undan voz kechish yaqinmas, bak jiddiy ish bo'lmas. Shunga o'xshash kishimi, ayol kishidan yoki ayolidan bu nimani yaxshi ko'rdi, nimani yaxshi ko'rmaydi, bir ishgacha normal tushundi. Masalan, misol qilsak, yemek eng oddiy yemek ichmakda ba'zi kishilar ochiq binasi yemaydi masalan. Ba'zi ayollar o'sha lag'ma yemasligi mumkin. Masalan, deylik, shunga o'xshash masalalarda yaxshi ko'rmaydigan masalalarga qashonlik qilib, Xo'sh. darhallam taqbiya to'liq birga kelmay bo'lgan fikri, his tuyg'usi birga kelmay turib bilan bir-birisiga qissashmasdan biraz yo'l qo'yilsa, nimani yaxshi ko'rdi, shuni qiz, nimani yomon ko'rdi, uni saqlansa, bu ishni hal qilib bitar. Enin keyin men ko'nglimni biraz o'qish lozim. Qanday qilgan chog'da ayolim yaxshi ko'ra olaman, qanday qilgan chog'da erim yaxshi ko'ra olaman. Bu intayman. Yo'q, desa qilib demasa, o yaqin kelmaydigan bo'lib qolsa, bu ishkilasidagi bir turmush masalasini bilmas. Ko'ngil masalasini o'qish deydigan narsa intayman. Ba'zi masalalar bor, aksi ayolim menda qilmaydi o'zidligidan. Ayol kishimi bu o'zining nimasini bilish lozim bu yer. Erining ko'nglidagi narsani tushunib, o'zi ado qiladigan narsani vaqtida deyishligiga ado qilib o'tish lozim. Xo'sh. Kishimi ayol kishidan kelimasiga qarab turib, u ko'ngilda talab qilgan narsani unimi qila oladigan bo'lsa, uni vaqtida ado qilish lozim. Bunga o'xshash narsalar bilan ishlarni hal qilgan. Endi keyindan bundan qo'shimcha jidal chiqqanimiz nimadan chiqdi? O'rtaq nuqta qaysi? Kelishilmagan nuqta buni ayiradi. O'rtaq nuqtani ayirib aytgandan keyin kelishilmagan nuqta ya 20% ya 10% chiqadi. 10%ni 90% kelishga yana buzilib bardi. 90%ni asos o'rin chiqarib, men 10%ni buni kichiklashtirib yo'qotsa, endi yo'qotgan bo'ldi. Ham bizga 90% kelishadigan ya o tashlanib qolib, bu jamiyatimiz jiqishmaydi, qo'ymish siyosiy masala, fikr talash. Bu oila masalasi, kichik bir masala nurg'un narsa buzilib bardi. O masala kichikligini bo'ldigan narsa yoki vaqtida hal qilib aytgan bo'lgan narsa, yoki biz Apple so'rasa bo'lgan narsa. Endi keyinidan bu eraylik hayotida bilmaslik chalish deydigan bir qoida bor. Taqobil deb qo'yadi. Olimlarimiz nurg'un masala. Masalan, kishi ba'zi masalalar ayolda yuz bergan bo'lsa, bilmaslik chalish, anglamaslik chalish. Ushaq masala, halqaliq masala va chaq qo'ydigan masala bor. Ba'zi ushaq masalalarni bilmaslik chalish lozim. Masalan, ko'ngliga binas mandaq bo'lsa o'taydi, boshqasi chiqqan bo'lsa, ushaq masala bo'lsa, uni e'tibor qilmaslik lozim, deb o'tmaslik lozim. Shuning uchun ayol kishi erining bashi u bo'ptikan, bu bo'ptikan deb to'xtamay nim qilmasdan, uni bilmaslik chalish lozim. Shu imomlarimizdan Imom Ahmad ayollik hayotidagi mahoratning birisi 90% masalani ayol bilmaslik deb o'tib ketdi. Ko'rmaslik deb o'tib ketdi.
10%ni tutib mansang yetadi deb. Yo'q ki bizda. Her bir mesele olup kalsın. Ben man degendim neymiş kılın. Mesela saat 2'de lağmen pişsin dedi. 2'de pişmez bir iş bilen mimar geldi. Ya bir iş bilen tötüp pişkan bolsa, saklap çıkıp gelse iş bozuldu mesela. Hoş. Bazı ciddi iş var, ciddi karaydıgan. Bazı bugün olsun bulduğun, elsi olduğu işler, bunda işlerine saklap çekilip onu kılması lazım. Hoş. Buna ulan işine doğruluğum bu. Ya yeni bir körümüz vardır. Nimuşçul yollaptı da. Ma programda içinde mesela yasın işinki, ayarlarınki, hem erlerinki. Ailede mesela ayarlar iyi üçün yasındı. Bu meselede mesela hem ailesi düşündükken nurgun ayarlarımız hem normalde sorunga başka yere bağa vaxtida en çıralık kiyimlerini kiyip uyda mesela bu aşxananın işi, ballarının işi bilen bir yerde ben pakız çıralık kiyip yasını bolduran nerede çoğulan vaxtım degendek gaplarni qiladi. Bununla qandaq ayarlarını nimleysiz deydi. Bu intayın mühim noktalardan birisi. Hem de ayal kişinin mesela balı olup kalsı, küçük balı olup kalsı kimdir tamak döküldü mesela. Onu değil mesela. Ya tamak dökülüp ketken bir kiyim bilen geldi yerine kaşa. Ya komuz bugün gedek hava ısık vaxtıda kiyimlere fırap kaldı. Mesela bazıda 3 günde birini kılmışsa ya bazı 3 günde almıştı. Talağa çıkan bu kalsı bir adam. Olmıştığımız fırap vurmun. Koltuk buraydı mesela adresi talağa çıkan vaxtı bizimki. Yani o herkese. Demek bir yerde muşnunga okşaş adamga salbiy ta'sir uradigan. Recep bundan bir tazlıqqa diqqat qilmab deb qistirib o'tib ketdi gapni. Badanning tozligi, kiyim-kechakning tozligi, u bu tozliq degan tozliq obdan diqqat qilgan vaqtida, u vaqtida gap chiqmaydi. Hech o'ziniki yo'li bilan davom qilmadi. Ay, baka kiyim, u deganlar qashqish ufaqlik sukan deganlik emas. Xo'sh. O demak u yerda pokiz kiyim bo'z, pokiz kiyim kiyish, rohat kiyim kiyish. Chiroyliroq kiyim bo'z kiyish. Boshqa kelgan chog'da paqirab turadigan qip-qizil etirgulda kiyimni kiyildigan imoncha. Eri kelgan vaqtda qasmoq kiyim bilan chiqsa, erining ko'ngli so'yib qoldi. Bunga ayol kishi diqqat qilish lazım. Bu noktan demek. Şu ufaqlik sukash ketmaydi ki bunga. Pokiz kiyim bilan badan tozligiga, kiyim-kechakning tozligiga, o'rinning tozligi ko'ngil bo'lsa, bu masala hal bo'ldi. Akshim shunga o'xshash. Nima bo'libdi men akshi bo'lganligim deb fırap ketken mesela ya bugünkü okşaş talağı çıktı kalsa bir yerden 2 saat qarab diqqat qilmasa qo'ltiq buraydi mesela en addisi var kesa. Juyunib turmasa buraydi. Demek yana bir tarafga fıraq bilan sat fıraq aziyat biramdi. Aziyat bergandikin bu yerda ta'sir yetadi sevgi muhabbatga. Aileniki inog'liqqa ta'sir yetadi. Neticede xotimiz yan tatidi, emiz yan tatidi. Bu pokizlik bu yerda. Shunga tafsir shuni asladim. Ibn Abbas ayolım ben qanday chiroyli yasalgandek men yasalman. Demek u mening ko'nglimni erishib urmagandek men mu ko'nglimni erishib urinaman dedi. Bu bir ufaqlik yana bir satrash ketish ketmaydi o zamonda. Xo'sh. Ko'p rahmat mushahidat o'tadi inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi temamiz nihoyatda muhim mazmunlar so'zlandi. Her ikili tarafga inshaalloh Rabbim bu so'zlangan mazmunlarga diqqat qilgan shaklda yaşasak nurgun meselelerine halıp kitaplığı evet güzel ifadelendi inşallah. Allah ömür verse yeni bir katımlık sağlığımızı görüşürüz. Aman bu gençler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.